Ademiylik süpətlər ilava 22-ci qism. Abdori Doktor Erkin Sıdıq. Mən öz ömrümnің həmmə basqışlarda Uyğurlarning təqdiri üstüdə o'ylanıb yaşadım. Buningdan 10 necha yillar ilgari chet eldagi Uyg'urlarning ahvolini tahlil qilib, bizdagi nurg'un ishlarning qamlashmayotganligi, Uyg'urlardagi universal insonlik saponing tuvanligi, buning bir muhim ifodasi bizda layoqatlik lider yoki doining yo'qligi ekanligini his qildim. Uyg'urlardagi mushu jihatdagi bo'shliqni to'ldirishga yordam bo'lsin uchun men 2010-yili doi haqida doi va liderlik nazariyasi to'g'risida umumiy tushuncha va Onlarning doisi Attilla va Attillazim degan ikki parcha maqolani yozdim. Onundan keyin idoramizda ochilgan bir liderlik kursiga qatnashib, bir liderda cho'qim bo'lishga tegishlik 21 sifat degan bir parcha dangliq inglizcha kitob bilan tanishdim. U kitobda 21 sifat bayon qilingan bo'lib, men u kitobni astoydil o'qib chiqqandan keyin bir parcha Uyg'urcha maqola yozib, Uyg'ur o'qirmanlarga u kitobning asosliq mazmunini tanishtirdim. Siz yaqindan buyon yuz daftarda, ya'ni Facebookda o'qigan 21 qismliq adamiylik sifatlar heliqi kitobda tanishtirilgan 21 sifatning dal o'zidir. Men yuqorida tilga olgan doi haqidagi ikki parcha yozma men nashr qildirgan birinchi kitobda, liderlarning 21 sifat haqidagi yozmam men nashr qildirgan ikkinchi kitobda bor. U kitoblarning elektronlik nusxalarini tuvandagi adresdan tushirib olasizlar. Men bu qatim Facebookda mazkur 21 sifatni tanishtirib bo'ldim. Ammo aslidagi maqolaning kirish so'z qismi bilan xulos qismini texicha Facebookga chiqarmadim. Unda qilishimdagi maqsad ba'zi o'qirmanlarning men bu maqolani o'qib bo'lgan deb o'ylab qolishining oldini olish. Gerçi mazkur maqolani men o'zim yozgan bo'lsam-mu, biror yilni o'tkazib o'tib, uni qayta o'qiganimda u menga asosan yangi maqoladek tuyuldi. Şunlaşqa, mən oqurmanlarning bu maqolani Uyg'urlarning hozirgi holatiga moslashtirib turib, yana bir qatim o'qib beqishini arzu qilib, hozirgidek usulni qo'llandim. Hozir chet elda 80 dan ortiq Uyg'ur tashkiloti bor. Ularning necha yuz boshlig'i yoki lider bor. Men ashu boshliqlarning mazkur maqolani bir qatim to'liq o'qib chiqishini umid qilaman. Shundaqla boshqa barliq qarindoshlarning mazkur maqolani bir qatim o'qib, uningda tanishtirilgan 21 sifat bo'yicha o'z-o'zini bir qatim baholab beqishini hamda o'zi a'zo bo'layotgan tashkilot boshliqlarini bir qatim baholab beqishini umid qilaman. Shundaq qilish uchun siz o'zingizdagi har bir sifatga 0 dan 10 gacha nomer qo'ying. Yani bir sifat sizda to'liq bo'lsa, uningga 10 nomer, faqat bo'lmasa, uningga 0 nomer bering. Ondan o nomerlarni qo'shib 21 ga bo'ling. Shunda qilsangiz 0 dan 100 nomerlik o'lcham bo'yicha berilgan bir natijaga erishsiz. Xohlasangiz sizning tashkilotingizning boshliqlarini mushundaq baholab beqing. Mushundaq qilish orqali siz o'zimizdagi bir qism ig'ir masalalarni bayqay olasiz.